Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Xush kelibsizlar. Birinchi savoldan boshlaymiz. Aha. Nima uchun siz Istanbulga kafe ochishga qaror berdingiz? Muhammadjon, bu kishining ismlari, yoshlari 23 da Toshkentdan kelib, yaqinda o'zbek kafe ochdilar, Tandirim degan. Shuni aytib bersangiz, nima uchun New York emas, Moskva emas, Istanbul? Avvalambor biz bu Istanbulga endi kelib-ketib yurardik dam olishga. Bizda mana yoshlikdan nima deyiladi, ko'chada emas, uyda ovqatlanish ko'proq prioritet bo'lganda. Shunday. Lekin bu yerda unaqa emasligiga temir harakat qilmoqchi bo'ldim. Qancha bo'ldi bu kafeni ochganingizga? Bir oydan sal oshdi. Telefonda aytdingizki, Toshkentda kafemiz bor. Kafemi, restoranmi? Bizning kafe edi. Endi qarang, bu Turkiyada restoran debki, mana bizaniki o'qigan joyda ham restoran deb atalar ekan. Lekin bizani, ya'ni o'rganganimiz bo'yicha restoran Biz Amerikamiz uchun bu kafe. Restoran o'zi asli boshqacha konsepsiyaroq bo'ladi. U ya'ni kattaroq, menyusi ham bir boshqacha bo'ladi. Biz bunaqa joylarni kafe deb bilamiz. Bu yerda endi joy tanqisligi uchun, qimmat bo'lgani uchun kafe, restoran ham yozib qo'yishadi shunaqa joylar. Balki shunaqadir. O'ta Toshkentda 3 yil davomida kafemiz bo'lardi. Baxche degan Turetskiymi? Turetskiy Ganga aleyani o'rtasida bo'lardi, bog' ichida. Ko'pchilik bilishadi, videoni ko'rib qolishsin avvalo. Bilganlar bo'lsa yozib qo'ying, kim borgan Baxche kafeni sohibi. Keyin taqdir taqozosi bilan joyimizda snosga tushib qoldi. Bir kechada joyimiz bizga ketib qoldi. Turklar aytganda yapajak bir şey yo'q. Bir kunda bir kechada joyimiz bizga ketib qoldi. Sizga alternativa berishmadimi, ya'ni sizni kafengizga masalan siz olyapmiz boshqa rayondan, ya'ni shunaqa shunga o'xshash yaxshiroq joydan tochka beramiz, ya'ni siz tadbirkorligingizni davom eta olishingiz uchun yo bir qandaydir ishlab o'tirgan paytimizda kelib bir soatda buzildi joyimiz. Ya'ni klient o'tirgan. Ya'ni oldindan yo'q, ogohlantirishmadi, afsuski. O'sha klientda o'tirganda personal, ya'ni 20 ta personalimiz bor edi. Ya'ni ichkarida 6 ta povurimiz, ya'ni 10 tadan ko'p ofitsiant, barmen, kassiir, menejer, 20-22 ta personal bor edi. Shu 22 ta personal ishlab turgan joyda kelib, shu joyimiz bizga ketib qoldi endi. Bu yaqinda bo'lgan, siz o'ylamasdan kelib, juda katta jasorat kerak, ya'ni pul, finansiy masala to'g'ri, bu boshqa, lekin yana bu qaror berish juda qiyin, ya'ni yoshingiz 23 ekan, ya'ni demak 3 yil kafengiz bo'lgan bo'lsa, restoraningiz 20 yoshdan beri siz biznesda, yo undan oldinmi? Undan oldin ham bor edi bizani. Ya'ni men undan oldin meni akam samomolka bilan shug'ullanardi. Oiladan kelgan bu tadbirkorlik. Men student edim o'sha paytda. Ya'ni latta ballon qoratirgan shkoflar olib qo'yuvdim. Suv qo'yib, o'shalarni to'ldirib, o'rizordan olib kelardik. Vitrinadan to'ldirib yoshlikdan qonga bor ekanda. Bu joyni olish arendasimi yo sotib oldingizmi, qanday bo'ldi? Bu joy olishdan oldin biz bir 100 tacha joy qaradik. To'g'risi, Istanbul bo'yicha. Ya'ni bu boshidan Yevropa tarafı, yurish, Esenyurtdan boshlab bu yoq chekkasigacha, ya'ni Osiyo, Yevropa. Bitta yaxshi tarafi sizda mashinangiz bor ekan, Porschega, bo'lmasa bu taksilarga anchagina. O'zi mashinani olib kelish sababi ham asli shu edi. O'tda sal oyog'imiz cho'lab olib qolishini bildik-da, mashinaga kelamiz. Bu yoqqa kelib kafe ochaman deganda bitta narsa, Istanbul men ham bilmadim. Havo parasi degan narsa bor ekan. U havo parasi nimaga to'lanadi? Shuni aytib o'tib ketaylik. Joy egasi, ya'ni yaxshi joy lokatsiya bo'lgani uchun joyi, ya'ni potok, ana shu sumashshiy potok deydi-yu, bunaqa joylarda o'sha prosta ishlashingiz uchun o'sha egasiga o'zi belgilagan miqdorda bu bilishinglar uchun, ya'ni kirodan tashqari arendadan boshqa masraf, ya'ni arendasi bor, boshqa nalogi bor, undan boshqa masraf. Keyin объявлениеdan bu joyni ko'rib qoldik. Bu joy devrengiroq ekan. Ya'ni ishlab turgan joy, biznes sotayotgan ekan. Bizani qilib aytgani tayyor biznesda. Keldik bu biznesda, ya'ni ochig'ini aytaveraman, bektirgan joyi 1,5 million narxlab o'tirdi. 1,5 million lirada. Bunga necha pul qilib berasan bo'lishimiz, o'sha 1,5 million o'tgandan sразу 1 millionga tushib qoldi. Ya'ni 500 ming lira o'tib berdi. Dollarga yozib qo'yamiz. Dollarda 12 ming atrofida bo'lsa kerak. Sразу 12 million, hayron qoldik. Keyin aytdim, men yon atrofdagi qo'shnilardan surishtirsak, bu joy 10 yildan beri ishlab kelyapti. Faqat egasi charchab qolgan, o'tib qolgan, to'yib ketgan. Lekin yaxshi joy ekan, chunki biz yana telefon qilganimizga aytdingizki, shanba kuni bizga kamroq bo'ladi, shu kuni keling dedingiz, lekin biz shanba kuni ertalabdan kelganimizga qaramay kirishyapti, turklar ham, o'zbeklar ham, hatto bir kishidan ko'chada qisqa intervyu oldik, turklar ekan. Bizga yoqdi, 4 kun men shu yerda dedi, sayyoh ekanlar, 4 kun ham kelaman dedi. Juda ham xursand bo'ldik.
Shunaqa, bizni Dushanbadan jumaga yonimizda universitet bilan mana islom arashtirma markazi bor. O'sha bo'lgani uchun bu yerda Dushanbadan jumagacha odam ko'p bo'ladi. Universitetdan kelishadi. Ham hamma niyatga bog'liq deganda, men hozir niyat qilganda ham, ya'ni bizda ko'pchilik o'zbek kafolatlar faqat o'zbekda ishlashni niyat qiladi. Meni niyatim qanaqa bo'lgan, bizani kuchani shu turklarga tanitish bo'lgan. Chunki men bizda men o'zim turistik kafe ham bo'lgan. Turistik kafe Toshkentda juda zich bo'lib ketdi. Bozori hozir ko'p, juda ham ko'p. Bozori qiyin juda aka. Ya'ni odamlar o'sha restoranlar salkam tilladan qilyapti-da. Juda. Bu yerda Turkiyada unaqa emas. Ya'ni bularda ya'ni nima deydi, oddiy joyda ham yaxshi klientlar kela oladi-da. Hali oshga baho bera olmayman, yemasdan somsa juda mazali. Qanday bu siri bormi yo bir shunday gapirib bersangiz? Kuxnyamizni siri, siz ya'ni har bitta ovqat sex kartasi bo'lishi kerak. Ya'ni bu povur bilan o'tirilib, bitta ya'ni tuzni 5 gram oshirib ko'rasiz, pishirasiz, yeb ko'rasiz, bu qarasiz neto. Ya'ni 5 gram murch qo'shib ko'rasiz, qarasiz ko'payib ketadi. Shunaqa bu shani Texnologiya topilib oladi-da. Keyin o'sha texnologiya bo'yicha yana sifat bir xil kecha tarozi bilan ishlanib qilinishi kerak bu narsa. Men boshimdan o'tgan bu narsa. Men eski kafenda ya'ni 20 xildan ko'p ovqat qilganmiz. Ovqat ko'p bo'lgan sarichi fokusingiz hammaga chalg'averadi-da. Men qo'y dedim, unaqa qilmaydi dedim. Mana shu 4 ta eng sprosi balandroq, hamma sog'lom ovqat qilib dedim-da. Hozir qanaqa ovqatlar bor? Hozir Toshkent oyoshi, tandir somsani 3 xili bor. Tovuqli, go'shtli, tovuq sirli. Mantimiz bor, lag'monimiz bor. Lag'monni ko'rdim, tayyorlanishini. O'zi mana somsani ham misol uchun oddiy bitta kichkina somsa kelib yeymiz, lekin buni ichida qancha mehnat bor bu. Buni xamiri ham nozikda aka, juda. Xamiri qo'yib yuborish kerak emas, tandirda oqib ketib qolish kerak emas, bu xamir hammasi. Nachinkasigacha, tandiri gradusigacha hammasi kontrol qilish. Istanbulda qiyinmi yashash? Istanbulda yashash o'zi qiyin emas, lekin bitta qiyin tarafi o'sha avvalambor ona yurt hisoblanasiz, Taliban videolarni boshqara. Ikkinchisi, ya'ni bu yerda narx-navo sal ya'ni hozirga nisbatan ancha ko'tarilgan. Sal qimmatroq. Lekin baraka bor, ha? Lekin Xudoga shukr. Hozir yana bitta ishchi olish arafasida turibmiz. Faqat yana ozgina shu ichki tizimimizdan sal bo'lsa e'longa qo'yaveramiz saytlarda. Xudo xolasa, uzunroq. Onam ham. Hadi. Assalomu alaykum. Onalar bilan gaplashyaptilar. Yaxshimisiz? Biz ishga qildik. Ona birinchi o'ringa. Ona bo'lsa, bu intervyu bo'lsin, boshqa bo'lsin. Uzr yo'q. So'radik-ku, o'sha hozir opamiz Toshkentdan ekanlar. Rus opamiz Toshkentdanman dedilar. Men bilaman, tushunaman o'shlarni. O'zbek restoranlar ko'p boramiz, lekin men mana shu yerga kelaman, ya'ni shuncha kilometrdan har hafta kelish Istanbulda bu qiyin-da. Bilar ekanlar, Toshkent tushunar ekanlar, kelib ketishar ekan 4 kishi. Siz baxtlimisiz? Alhamdulillah. Baxtlimiz. Oilangiz bor? Oilam bor, 2 ta farzandim bor. Mashalloh. Qizim bor, bitta katta, 3 yoshga to'ladi. O'g'lim bor, 1 yosh. Sizlar sizga yaqin qarindoshmi yo? Yo'q, ishchilarimiz degan. Strogiya bunga shunday. Strogi yo'q, qarindoshlar bilan ishlab ko'rganmanki qiyin narsa. Qiyin. Boshqa shubalar ochish niyat bormi? Albatta, Xudo xolasa, endi bizda bilsangiz Toshkentda ekspressga ko'payib ketdi. Men bu Turkiyaga kirib bitta narsa bildim, menga odamlar 5 minut surishgan juda ko'p vaqti yo'q. Juda загруженный grafik ishlayotganda bular. Toshkentda bu narsa bemalolroq. Yana bemalol bitta isitishga, isitib berish yo'q deydi. Vaqti yo'q odamlarda. Xudo xolasa bu konsepsiyani ekspress variantga olish hali keyinchalik Xudo planimiz bor. Siz qayerda bitirganman dedingiz? Image universitetini. Image universitet Toshkentda. Toshkentdagi Image Labs edi. Eng katta orzungiz nima kelajakda? Dunyoviylardan gapiryapsiz albatta. Dunyoviy orzular. Eng katta orzulardan bittasi shu avvalambor ota-onam hali hayotligida ularning rohatini ko'rish, xolos ya'ni ularga qo'ldan kelgancha zo'r sharoit qilib berish. Oilamga, keyin avvalambor farzandlarimga yaxshi ta'lim, yaxshi o'qish. O'zingizga o'xshagan. Men eng kamida menga o'xshagan bo'lsin demayman. Bizdan ham yaxshi bo'lishi. Bizdan eng kami bizdagi bo'lishi kerak. Maoshlar qanaqa? Maoshlari Xudoga shukr yaxshi, endi yangi o'rtachadan yuqoriroqmi? Ya'ni 40 ming atrofida, 40-45 ming atrofida. Yaxshi-yu, chunki yangi kelganlar hozir 30 dan boshlaydi. Meni bilishim, 30 dan boshlaydi. Bizda 30 ming oladiganlar yo'q, lekin 36 ming eng kami, 45 ming, 50 ming juda yaxshi. Barakasini bersin. Rahmat. Faqat muhojirlar uchun emas, umuman yoshlarga o'zi qadrliroq motivatsiya emas, maslahat
bormi bir ikkita maslahat? Men unda o'zimni kimgadir maslahat beradigan darajada o'ylamayman. Lekin просто o'zimni opitimdan kelib chiqib aytamanki, har doim ya'ni bir niyat bormi? Hamma sababini qilib, ya'ni Allohga tavakkal qilish kerak ekan. Nima bo'lsa ham sababi qilib Allohga tavakkal qilish kerak. Chunki natijalar bilan Allohdan ko'p tajribalardan ham o'tdi. Ishingiz orqaga tortishi mumkin, siz nazdingizda u yomon bo'lyapti, lekin asli oxiri yaxshi bo'lib chiqadi. Har doim ya'ni Allohni plani idealni ekan. Siz reja qilmagan-ku bu yerga kelib va u yerga yopilib mana bugun bu yerga o'tiribsiz. 6 oy oldin yozib qo'ygan uni. 6 oy oldin ishxona ishlab turdi, savdo qilib turgan joyimiz. Mana hozir men 6 oydan keyin Turkiyada bitta kafem bo'ladi desa, men hech qachon tasavvur qila olmasdim shu narsani. Suhbat o'ylayman yaxshi bo'ldi. Katta rahmat. Rahmat sizga. Kimni savol bo'lsa yozib qo'ysin. Agar qiziq bo'lsa, yana shunga o'xshagan o'zbek tadbirkorlaridan borib video olib batafsil ishlaydigan joylarini, kerak bo'lsa turadigan joylarini obzor qilib boraveramiz. Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling.